Salam izləyicilər, Dildora Hasanova Özbəkistanın Dövlət Televiziyasından Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun qonağıdır. Biz bilirik ki, Füzuliyə ilk məcburi köçkünlərin qayıdış günüdür. Əlbəttə ki, yerləşən sakinlərə məktəb lazımdır və biz bilirik ki, Özbəkistan hökuməti Füzuli şəhərində bir məktəb inşa edibdir. Dildora xanım da bununla əlaqədar Azərbaycana, Bakıya səfər edib, eləcə də Füzuli şəhərinə səfər edəcək. Onunla əlaqədar olaraq bizim ona suallarımız var. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Bu məktəblə əlaqədar biraz məlumat verərdiniz bizə zəhmət olmasa. Albatta bu maktab qurilishi prezidentimizning tashabbusi bilan, ya'ni hurmatli muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan taklif etilib qurildi va bu maktabning nomi Mirzo Ulug'bek nomidagi maktab bo'ladi. Mirzo Ulug'bek adınadır, deyilmi? Albatta. Buning ham sababi bor, chunki Mirzo Ulug'bek aynan Ozarbayjon hududida tug'ilgan. Azərbaycanda anadan olmuşdur. O'shaning uchun ham shu nom berildi va meni do'stlarim ko'plab suratlar jo'natdi bu borada. Albatta biz ertaga borib bu maktabni ko'ramiz ko'zimiz bilan, lekin ungacha ko'plab suratlarni jo'natdi va bu maktab juda go'zal, hashamatli va u yerda Mirzo Ulug'bekni haykali ham tashkil etildi, ya'ni yasaldi va u yerda juda go'zal panno ham qurilgan. Bu pannoda aynan Ozarbayjon va O'zbekiston do'stligi aks etadi bu joyda. Bu pannoni ko'rsangiz, haqiqatdan Ozarbayjon va o'zbek xalqining tarixi, do'stligi juda uzoqlarga borib taqalishini bilasiz. Va albatta bizni qadimda ota bobolarimiz shunaqa do'stlik rishtalarini qurganki va ular ustoz shogird an'analarini davom ettirib, siz yaxshi bilasiz, jadidlar masalasida juda ham ko'p ustoz shogirdlar bir-biri bilan bog'lanishib aynan ma'rifatni dunyoga yoymoqchi bo'lishdi, lekin afsuski ularning ko'pchiligi qatag'on qilindi, ular bu olamdan o'tib ketdi va biz hozirgi kunda tarixni ochyapmizki, bizning juda ko'plab liderlarimiz aynan Bakuda o'qiganligini ko'ryapmiz. Baku shahrida masalan bizning birinchi generalimiz Sobir Rahimov o'qigan yoki boshqa juda ham ko'plab ma'rifatchi jadidlarimiz aynan Bakuda o'qishgan. Bu yerda ta'lim olishgan, ustozlari bilan birgalikda O'zbekistonda birinchi teatrni tashkil qilgan. Ne güzel, ne güzel. Va boshqa juda ko'plab narsalarni birgalikda tashkil qilishib, lekin ming afsuski aynan bular qatag'on qurboni bo'lib, ular otib tashlandilar. Mana shu tarixni o'rganish asnosida biz mana shunday bir xatolarga yo'l qo'ymasligimiz kerakligini anglab yetishimiz kerak. Qolaversa bizni ertangi bo'ladigan tashrifimiz nafaqat Qorabog' o'lkasidagi mana shunday go'zal ishlarni ko'rish va uni albatta targ'ib qilish, qolaversa urushning naqadar fojia ekanligini va Qorabog' urushining qanday oqibatlarga olib kelganligi va dashnoqlar avlodi bo'lgan armanlarning u yerda vandalizm, ya'ni qabohatlari, xunrezliklari bilan ham tanishamiz va biz 100 yil davomida bularni qilgan genotsidlarini, ya'ni qatliamlarini biz xalqqa asta sekin yoritib borishimiz kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun ertangi bo'layotgan bizni tashrifimiz juda katta bir tarixni ham ochadi, albatta. Əlbəttə ki, erməni daşnaqlarının törətdiyi cinayətlər təkcə Qarabağda deyil, Sovet hökuməti qurulduğu zaman Türkistan olaraq Özbəkistanda da çox yaxşı bilinməkdədir. Siz bilirsiniz ki, 100 minlərcə Özbək, Qırğız, Qazax daşnaqlar tərəfindən Sovet hökuməti qurulduğu zaman orada öldürülmüş, qətl edilmişdi. Onun üçün Özbək xalqı daşnaqların nə qədər qəddar, nə qədər cani olduqlarını Azərbaycan qədər yaxşı bilirlər. Onun üçün bu məktəbin açılışı həm erməni vəhşiyyətini bütün dünyaya çatdırmış olacaq, həm Azərbaycan, Özbəkistan sizin dediyiniz kimi dostluğunu bir daha da vurgulamış olacaq. Məktəbin açılışı nə zaman olacaq? Tarix bilirsiniz? Meni nazarimda maktab 22 yoki
3-avgustlarda ochilishi kerak va bizni prezidentimizning bu yerga Qorabog'ga tashrifi kutilyapti. Ana shu tashrif asnosida nazarimda shu maktab ochiladi. İnşallah Va bizni do'stligimiz İlham Əliyevlə bərabər açacaqlar herhalde. Albatta Xudo xohlasa va bu do'stlik yana ham mustahkam bo'lishiga ishonamiz. Keyin qolaversa mana shu Qorabog' hududidagi ko'plab tarixlar hali ochilmagan. Aynan juda bir qiziq ma'lumotlarni biz topayapmiz. Bizni arxivlarimizda ham dashnoqlarning juda katta xunrezliklari, ularning juda katta jinoyatlari haqidagi hujjatlar chiqib kelyapti. Bular 100 yil davomida sir saqlangan bu hujjatlar. Mana siz kinolarni ko'rgansiz hindular to'g'risida. Pro-indeysi. Hindular to'g'risida kino ko'rganingizda ularni boshi uchun pul to'langan, to'g'rimi? Biz kinolarda ko'rganmiz. Skalpel qarşılığında. Ularga o'sha har bitta bosh uchun dollar to'langan. Xuddi shunday narsa bizning o'lkada ham sodir bo'lgan ekan. Qarang, o'sha maxfiy hujjatlarni ochganimizda u yerda har bitta bosh uchun pul to'lagan va biz suratlarni ko'rdik. O'sha kalla boshlarni terib qo'yib, dashnoq suratga tushgan va u yerda yozyapti: men Qo'qonda 100 ta odamni boshini oldim, ya'ni o'ldirdim. Ve onun karşılığında pul aldı. Ammo menga 50 ta odamni pulini berdingiz. Şikayet ediyor. Ammo shikoyat etyaptiki, lekin men 100 ta odam o'ldirdim. Qani 50 ta boshni puli deyapti. U yerda Qizil armiyachi aytayaptiki, yo'q, rasmda 50 ta odam, lekin sen har tomondan olding suratnida, uni bizga ko'p qilib ko'rsatding. Aslida 50 ta odamni sen o'ldirgansan, u yerda boshi turibdi degan yozuvlar bor. Juda bunday xunrezliklar, juda bunday yomon hujjatlar bor. Buni biz ochib, kelajak avlodga, yoshlarga albatta biz aytishimiz kerak. Mutlaq. Yana bu xatolar takror bo'lmasligi uchun mana shu tarixni hattoki biz darsliklarga ham kirgizishimiz kerak deb o'ylayman. Agar biz mana shunday voqea hodisalarga, shunday jinoyatlarga e'tiborsiz bo'lsak, albatta yana bunday holatlar takror bo'lishi mumkin va eng birinchi 1918-yilda dashnoqlar Qo'qonda genotsidni uyushtirgandan keyin ular Ozarbayjonga kelganlar. Tarixda Ozarbayjonga kelib Ozarbayjonlarni genotsid qilgan. Doğru. Bizni bir turkiy xalq ekanligimizni ular yaxshi bilgan. Bular birlashsa imperiya qurishini, ikkita turk birlashsa imperiya quradi. Turan qurabilirlar. Turan qurib ketadi degan maqsadda bu yerda o'sha Rossiya imperiyasining boshqalarni rejasi shunday bo'ldi. Doğrudur. İnşallah bu məktəbdə elə gözəl tədris verərlər ki, gələcək nəsillər daşnaqların həm Qaqanda, həm Türkistanda, həm Azərbaycanda törətmiş olduğu cinayətləri çox yaxşı öyrənmiş olarlar. Yana bir quvonchli xabarni eshitdik. U yerga asta-sekin Ozarbayjonlar ko'chib borayotgan ekan, o'z uylariga, o'z makonlariga qaytib borishyapti. Albatta bu juda ham quvonarli hol. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.